Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning Shinjang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Qachongacha mushundaq bozak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tortib chiqsa bo'lmamdi. Bu Tangut degan nechizlarning adabini bersak bo'lmamdi. Mening savollarimga javob bermadingizmi, Tatatonga baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yoziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Butun xalq Sakyamoni yo'lida minib, Budda ta'limotlarini o'rgansin. Chingizxon degan paskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan texi? Ay, ko'ktamri, qor yerga buyruq bergin. Dushmanlarimizni nasib bossin. Ay, qudratli egimiz ko'ktamri. Men o'zim qo'shin tortib berib, ularni uchiqtirib o'tay. Bo'ldi, qo'g'limanglar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azimat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. Hokimning yenida yukinib va qo'l qo'shtirib o'ltirgan uzun soqolliq amaldor chiroyiga kulgi yugurtib mundaq dedi. Hojimiz ham posibonimiz, G'oyirxon hazratlari, Shavkatli sultonimiz Muhammad Aloydin Xorazmshoh oliylarining tog'isi bo'ladi. Aniqroq aytganda, sulton oliylarining saodatlik onasi Turkan xotun oliylarining bir tuqqan inisi bo'ladi. Shunga har qaysilarining sultonimizning obdoblik didoriga yetmak uchun safarga chiqishdan ilgari saodatlik hokim G'oyirxon hazratlarining huzuriga daxil bo'lganliklari to'liq xosiyatli ish bo'pti. Hokim hazratlarining muborak soyisida safaringlar qutlug', maqsad va ajringizlar utuqliq bo'lg'usidir. Bosh elchi Muhammad Xorazmi tushandim deganini ifodalab, muloyimlik bilan kulimsiragan holda beshini yenikkina irg'itib qo'ydi. Hokim hazratlarining nomi nasabi va donq shuhrati bizlarga muayyandir. Shundoq bo'lg'achqa, saodatlik hokim hazratlarining muborak bo'sog'isiga bosh qo'yish biz uchun sharaf. Iltimosim shuki, hokim G'oyirxon hazratlari oltin bo'ylarini yenik qilib, biz piqirlar akalgan arzimas so'g'larni bir qur ko'zdan kechirishni muvofiq topsa, beshimiz osmonga yetgandek bo'lar edik. G'oyirxonning chiroyida ozroq mamnunlik ifodasi ko'rildi. U qo'rsoq solgan semiz gavdasini tasti qo'zg'ab, yenidagi amaldorning yo'lishi bilan o'rnidan turdi. Hammaylar birlikda eshik oldiga chiqdi. Bosh elchi Muhammad Xorazmi sipoyilik bilan kulimsirab, horvida keltirilgan yo'g'on ikki sanduqni hokim G'oyirxonga qo'l ishorati bilan ko'rsatdi. Ko'nglimizni qaytirmay, bu arzimas so'g'imizni qabul qilg'aysiz. Horva haydab kelgan xizmatkorlar sanduqlarni ochdi. Bir sanduqqa liqqida ipak raxtlar, yana bir sanduqqa turli chini qochlar qochlangan edi. Hokim sovg'alarni qabul qilganligini bildirib, beshini asta ling'ishtirib qo'ydi. Oltin xonliqning esil mollari ekan, dedi hokimning yenida turgan amaldor chiroyiga belarmalik tusini berib. Chingizxon oltin xonliqiga bir necha qitim yurish qilib, xeli ko'p manfaat ko'ribdi-da, dedi hokim. Jorjitlar va Tangutlar sohibqironi azam Chingizxon muazzamga o'z ixtiyorlari bilan o'lpon topshiradigan bo'ldi, dedi bosh elchi. G'oyirxon masxirli kulib qo'ydi. Dunyoda o'z ixtiyorligi bilan o'lpon topshiradigan elning borligini anglab boqmabdi ekanman. Elchilar adab yuzasidan qo'l qovushtirib sukut qilishdi. Qani yuringlar, sizlarning karvininglarni ko'rib boqay, dedi G'oyirxon. Hammaylan otlarga minishib, 40 nafar chavandoz qo'riqchilarning hamrohligida hokim qasridan chiqishdi. Karvon ahli kangri ochiqchilikda to'ylarini cho'ktirib orom olmoqda edi. Elchilar bilan hokimning kelganligini ko'rib, hammaylan o'rinlaridan turishdi. Hokim ochiqchilikqa kang yeyilgan ot va to'ylar oralarida turishgan savdogarlarga chiroyini ochmagan holda bir qo'r qarab chiqdi. Qaraganda
uning bu savdogarlarga xayrixohlik qilg'isi yo'qligi ko'rinib turadi. Sablı musulmon kango, dedi u. Shundaq, savdogarlarimizning mutlaq ko'p qismi musulmon turki qavmidan. Dedi bosh elchi Muhammad Xorazmi. Shu asnoda beshiga yo'g'on ko'ksalli yugab, endicha oqtun, oq tambal kiygan ko'tmak soqolli qarmutuq bir savdogar cho'ktirilgan to'gilarning orasidan o'tib hokimning oldiga keldi. "Hoy, inolchi qardosh!" deb to'ldidi u xushal xuram kulib. Ko'rishmas istiki bilan ikki qo'lini uzatdi. Hokim uningga qo'l bermadi va zarda bilan qopoqlarini turib qaradi. Endi savdogar ajablangan holda so'zlab ketdi. "Hoy, inolchi qardosh, meni tonimayapsansan. Konu do'stini unutib qoldingmi? Men hiliqi." Hokim g'azab bilan uning so'zini bo'lib etdi. "Xo'jakan hozir inolchi emas, hokim G'oyirxon. Buni unutib qoldingmi, kallohindi? Muhtaram hokimni G'oyirxon degan hurmat nom bilan atash kerak." Hiliqi amaldarmo endi savdogarga tanbih berdi. Endi huduqqan holda oldirab ko'nglini aytib tushundirgili turdi. "Inolchiq, yo'q, G'oyirxon yigit vaqtida Hindistonga savdogarchilik qilib chiqqan edi. Biz shu chog'da tanishgan. Keyin men bu tijorat ishlari bilan ikki qitim bu yoqlarga o'tdim. Biz G'oyirxon bilan yaqin do'st bo'lib ketgan edik. O chog'larda biz uni, yo'q, hokim G'oyirxonni inolchiq deb o'z ismi bilan ataverdik. Shunday qilib odatlanib qoptiman. Gunoh menda. Bu hindi haqiqatan muajallik gunoh o'tkazgan edi. U ayni davrdagi inolchiqning bugungi kunda mustabidlikka donq chiqqan zolim hokim bo'lib qolganligini bilmaydi. "Tutinglar bu adabsiz toskini hindini!" G'oyirxon bor ovozi bilan qattiq varqiradi. Chevandoz qo'riqchilar otlardan sakrab tushib, endig'i changal soldi. Bosh elchi Muhammad Xorazmi orig'i tushdi. "G'azabingizga hoybagaysiz muhtaram G'oyirxon hazratlari. Birodarimiz gunohini tunidi. Gunohini bo'yniga olgan kishiga rahim shafqat qilish musulmon hukmdorlarining go'zal fazilatidir. Kofir hindular mehr shafqatga loyiq emas. Buni bilib qo'y, osi munofiq." G'oyirxon texmi qattiq varqiradi. Bosh elchi Muhammad Xorazmning chiroyi totirib ketdi. Shundaqdimi u o'zini tutib elib, zolim hokimni qoyil keltirishga urindi. U kofir bo'lsa-mu biz bilan birga keldi. Uning erkinligiga daxl taruz yetsa, xoqonimiz Chingizxonga javob berish tas bo'lib qolarmikin? Chingizxon degan paskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan, texe? Sen haqning hamming Chingizxonning josuslari. Musulmon turib kofir Mong'ollarga setilib ketgan osi munofiqlar. Senlar bu yerga savdo qilish uchun emas, josuslik qilish uchun kelishding. Meni bilmaydi deb o'ylashyapsan? Ko'z bo'yamchilik qilib oldimdan o'tib olib, ostonimizga berib buzg'unchilik, og'dirmachilik qilmoqchi bo'lishyapsan. Bu yerlarning ahvolini egilab Chingizxonga ma'lumot yetkazmoqchi bo'lishyapsan. Savdogarlar qo'rqib ketib, taraf-tarafdan un selishdi. "Yo'q, so'tasir, biz josus emas, biz savdogar. Hazratlari, biz tijorat bilan jahondorchilik qiladigan odamlar, boshqa ishlarni bilmaymiz. Alloh haqqida qasam ichib berayli." Muhtaram hazratlari, Qodir Alloh egam hammani ko'rib turdi. Gapimiz yolg'on bo'lsa, yer yuzsin. U dunyo bu dunyo qor yuz bo'lib ketayli. Biz mo'min musulmonlar Qur'on tutib qasam ichib berayli. Bosh elchimi qo'rqib ketdi va olmon-tolmon qo'ynidan putukni chiqardi. Muhtaram G'oyirxon hazratlari, mana bu Chingizxonning Sulton Muhammad Xorazmshah oliylariga yo'llagan putuki, ko'rib biqing. Buningda butunlay do'stlik, savdo tijoratning gapi bor. G'oyirxon bosh elchining qo'lidan putukni yo'lib oldi-da, ko'z yugurtib chiqdi. Do'st, nechtaga jahonda tangdoshsiz qudratli Xorazmshahni menga farzandek bo'ling debdimish. Bilib qo'y, Xorazmshah shuncha kuchli qoriqdan Gurxonni yengib, Iskandariy Soni deb atalgan. Mana mushu putukdilla sen haqning josusliging chiqib turmabdi. Shu gap bilan G'oyirxon Chingizxonning Xorazmshahga yozgan putukini yirtib, por-pora qilib yerga tashladi. Savdogarlarning qo'rqinchdan ko'zlari yo'g'on echilib, demi ichiga tushib ketdi. Hokim inolchiq G'oyirxon tayyor holatda turgan qo'riqchilarga qarab, halokat yog'dirg'uchi oxirgi buyruqni tushirdi. "Bu josuslarning birini qo'ymay berib qirib tashlanglar." Chevandoz qo'riqchilar qilichlarini yalang'ochlab, otlarini choptirgunicha bostirib keldi. Savdogarlar dod-faryod urib har tarafga qochqili turdi. G'oyirxonning buyrug'i bilan Shahriston sepillarini qo'g'dug'uchi cheriklar mo yetib keldi.
Savdo karvoni to'xtagan bu kengri maydon birdamdala beayni vaylun do'zaxga aylandi. Cheriklar qechib ketayotgan savdogarlarni qo'g'lab yurib, qilich bilan savaşqa boshladi. Odamlarning qiyochiya varqirashlari, urkib ketgan otlarning qattiq kishnashlari, to'ygilarning ansiz bo'zlashlari purqib chiqayotgan chang to'zonlar bilan qo'shilib palakka yetdi. Hashbashtigacha Chingizxonning elchilari va 500 savdogar tal-to'kis qirib tashlandi. Ularning mol-mulki musodir qilindi. O'trar shahrida yuz bergan bu qonliq voqea keyingi zo'r tarixiy voqealar va dahshatli urush fojialarining boshlanish nuqtasi bo'lib qoldi. 19-bob Oltin arqon uzildi. Mo'ng'ul ordisidagilar Chingizxonning bundoq kuchli g'azabga kelganligini hech qachon ko'rib boqmagan edi. Xon odatda eg'ir besiq salmoq edi. U shu kamgacha dushmanlar oldida o'zini mag'rur tutib, o'ziga ishongan holda qo'shin tortib, tamkinlik bilan jang qilib, xuddi ko'k tangrining arkisidek, ilohiy qudratning namoyandisidek to'xtovsiz olg'a ilgirlab kelgan edi. Lekin bu qitim o'trar voqeasidan xabar topgandan keyin Chingizxon xuddi tog' daryosining shiddatli o'rkashlaridek urg'ib chiqqan g'azabdan titrab ketdi. Men Xorazmshohga yaxshi niyat bilan elchi avatgan edim, lekin u shunchalik nomardlik qildi. Ko'k tangrim uni qilmishni ravo ko'rmaydi. Uni qat'iy kechirishga bo'lmaydi. Danishman maslahatchi Yalloq Chusay har doimgidek tamkinlik bilan xonning g'azabiga hoy berdi. G'azab aqlni kesar degan gap bor. Biz Xorazmshohga yana bir qitim elchi avatayli. Bu qitim elchilarimiz o'trarga kirmay, udul Xorazmshoh ordisiga borsin. Biz Xorazmshohdan o'trarga borgan elchilarimiz va savdogarlarimizni o'ltirgan qotilni bizga tutib berishni talab qilayli. Maslahatchi dono gap qildi. Biz Uyg'urlarda shirni yengan botir emas, ochiqni yengan botir degan gap bor. Elchilarimizni o'trar hokimi o'ltirdi. Balkim Xorazmshohning bu qilmishga chetishligi yo'qdi. Balkim u G'oyirxonni ayiblagandir. Dedi Tata To'ng'amu. Agar Xorazmshoh G'oyirxonni bizga topshirib berishni yoki uni jazolashni rad qilsa-chi, dedi Chingizxon. Uning bu talabimizga qanday javob qaytaradiganligiga qarab ish tutmaymizmi? Ular bilan urush qilmoqchi bo'lsak-mu, hozir vaqti emas. Qish kunlari yaqinlab qoldi. Baribir atiyozgacha puti tayyorlik qilishga to'g'ri keladi. Chingizxon donishmand maslahatchining fikrini qabul qildi. Musulmon va Mo'ng'ullardan tarkib topgan bir elchilar o'miki tashkillanib, gul-giyohlar paxollashgan. Yopirmoqlar g'azanglashgan, kech kuzning sovuq shamollari gurkirib turgan kunlarning birida yo'lga selindi. Elchilar Xorazm davlatining ostonasi O'rganch shahriga yetib kelib, Sulton Muhammad Xorazmshohga Chingizxonning qizil tamg'isi besilgan putukni topshirdi. Xorazmshoh putukni o'qib chiqqandan keyin biroqla juvini ta'tirki edi. Chingizxon hadidan bak eshib ketibdi. Men taxi o'z tag'im G'oyirxonni uning jazolashiga topshirib beramishman. U meni kim chaqlab qoldi? Elchilarni qabul qilishda Xorazmshoh bilan birga bo'lgan bosh vazirmu elchilarga do'q qilib g'azablik ta'ni yog'dirdi. U Chingizxon degan ahmoq Mo'ng'ul o'zini jahonning g'o'jisi deb chaqlaydigan o'xshamamdi. Bizning sultonimiz shuncha qudratli qarqitlarni mag'lub qilgan. Hatto Bag'dod xalifasimi sultonimizga tankilanmagan. Shunga bizning shavkatli sultonimiz Iskandar Isoni yangi Iskandar Zulqarnayn deb ulug'landi. Darvaqa Sulton Muhammad Xorazmshoh islom dunyosidagi ustunlik va yetakchilik o'rnini qo'lga keltirish muddaosida Abbosiylar sulolasining Bag'dod xalifasi bilan dastlabda raqobatlashib, keyin dushmanlashib qolgan edi. Ikki mamlakatning chegarasida bo'lib o'tgan bir necha qitimliq to'qinishlarda Xorazm qo'shini xalqining arab qo'shinlarini mag'lub qilgan edi. Shu vajidan Sulton Xorazmshoh o'zini xuddi Iskandar Zulqarnayndek tangdosiz qudratli hisoblab Chingizxonni ko'zga ilmoydi. Chingizxon Xorazmga elchi avatganda bu nuqtani to'g'ri mo'ljarlay olmagan edi. Shunda qilib Xorazmshohning buyrug'i bilan bosh elchining kollasi elindi. Elchilar o'mikining boshqa a'zolari Chingizxonga Sulton Xorazmshohning qudrati va hayvasini yetkazib qo'yish uchun qamchi bilan urilib qo'yib berildi.
Chingizxon qat'iy qarorga keldi. Әмді urushdan saqlanğılı bo'lmaydi. Xonning oq kigiz uyida jiddiy kengash o'tkazildi. Sartavullaga oltin orqinimni mushundaqli uzdirib qo'ymanmi? O'zini bilmaydigan Malmanchi sulton uda 2 qitim elchilarini o'ltirdi. Dunyoning har qanday yerda elchiga o'lim yo'q degan qoidaga amal qilindi. Lekin Sartavullarning sultoni unda qilmadi. Elchilarimning va bekordan bekor o'lib ketgan sodgarlarining qisosini olish uchun Sartavul iliga darhol otlanayli. Sartavul cho'ng va kuchli mamlakat. Ular bilan urush qilishdan ilgari puxta va atrofli tayyorlik ko'rishimiz kerak. Hozir qish kelib qoldi. An'anamiz bo'yicha urushni atiyozda boshlaganimiz tuzuk. Uninggacha biz qo'shni allarga choparman yo'llab, ularning qo'shin chiqarib bizga qo'shilishini talab qilayli. Chingizxon bu fikrga ma'qul bo'ldi. Ang esil org'amoqlarga mingan choparmanlar taraf-taraflarga chepib ketdi. Edqutxon Barchuq Ortigin Mo'ng'ul ordisiga javoban putuk yo'llab, shaxsan o'zi Uyg'ur qo'shinini boshlab, Chingizxon bilan birlikda otlanishga tayyor turganligini bildirdi. Qirg'izlarning hukmdorimi qo'shin chiqardigan bo'ldi. Bulardan boshqa bo'ysundirilgan ellardan tatarlar bilan jurjitlarmi safarbar qilindi. Faqat Tangut xonlar Chingizxonga yordam berishdan bosh tortdi. Chami yetmaydigan odam nimaga xon bo'ladi ekan? Kuchi yetmaydigan odam urush nima ish qiladi? Dedi u va Chingizxonning elchilarini top-tanilar bilan qaytirib etdi. Chingizxon Tangut xonining javobini anglab, buningga ancha ahamiyat berib ketmadi. Bu hakavur Tangutning o'zini chaqlamay qilgan gapini ko'rdinglarmi? Shu taptili berib, u chupradining jajisini berish qanchalik ishdi. Biroq hozir boshqa yerga otlanish oldida turibdimiz. Xayr, bo'pti. Tangri egamning panohida oltin tizginni qo'limga ilib, zafar quchib qaytib kelgandan keyin uning tanobini totaman. Qishmi o'tib ketdi. Qor muzlar erib, namlashgan yerlarimi qurib qoldi. Yurishga otlanish vaqti keldi. Hamma tayyorliklar taq bo'lgandan keyin Chingizxon Tangriga tevinib, arvohlardan madad tilayman deb yolg'iz o'zi oq kigiz uyga bekinib olganicha sirtqa chiqmay va hech kimni ko'rgizmay 3 kunni o'tkazdi. 4-kuni bo'lganda u kigiz uydan chiqdi. Bog'du Tangri va ajdodlarimizning ruhlari menga g'alaba ato qiladigan bo'ldi. Oltin orqonni uzayotgan Sartavullarni jazolashga abdo otlanayli. Chingizxon o'g'illari, enilari va vazir huzralari bilan safarning tayyorlik ishlarini muzokaralashib o'tirganda, kigiz uyining eshik yopiq qayrilib, uzun gullik tovartun kiygan. Uzun ishki o'rmi chechiga oltin kumushdan choshtangilar esilgan. Zar gullik yipak ro'molni chekilib tengib olgan sumbatliq yosh bir ayol kirib keldi. U Chingizxonning nurg'un xotinlaridan biri bo'lib, o'zining so'zmanligi, chechanligi va aql farosati bilan Mo'ng'ul ordisida alohida hurmat va imtiyozdan bahramon edi. Chingizxonmu o'z xonadonida Yasuy ismli bu yosh xotiniga cho'ng xotini bo'rtadan qolsa, 2-darajalik huquq bergan edi. Yasuy xotun kigiz uyga kirib, adab bilan ta'zim qildi. Hamda xon eriga qarab mundaq dedi. Xon egam, biz bilan xo'shlashish oldida turyapsiz. Tog'davollarni eshib, cho'l bo'yavollarni kezib, yot allarni jimiqtirish uchun uzun ham xatarlik safarga tayyorlanyapsiz. Bu dunyoda o'lmaydigan odam yo'q. Navoda bizlarni bitmas tugmas dard alamga qo'yib, qarg'aydek qomatingiz yiqilsa, to'rikdek qadingiz o'rilsa, egisiz qolgan terixdek chechilib, uchar qushlardek to'zib ketadigan bu elingizni kimning qo'liga topshiraman deb o'ylab qo'ydingizmi? Bir qo'rsoqdan tug'ilgan 4 o'g'lingizdan qaysisini o'rningizga tiklaysiz? Buningdan bolalaringiz, inilaringiz, vazir amaldorlaringiz, al jamoatlaringiz va bizdek nodon mazlumlaringiz xabardor bo'lib qolsaq deyman. Uzoqdan buyon ko'nglimga pukib kelgan gapimni aytdim. Qolg'iniga o'zingiz bir nima degaysiz? Bu gaplar Chingizxonga ta'sir qildi bo'lg'ay, u Yasuy xotunga tikilib qarab xiyol surib qoldi. Ondan qoyil bo'lganligini ifodalab, beshini yenikini lingshitib qo'ydi-da, mundaq dedi. Yasuy mazlum bo'lsa-mu, nihoyat o'rinliq gap qildi. Necha vaqtdan beri inilarim,
bolalarim, hatto bo'g'irchi, mo'qoli, sizlarmu vazirlarim, mening o'ng va so'l qanotlarim turib, bu haqda eg'iz ochmagan edinglar. Men xuddi ota-bovlarimning kaynidan ketmaydigandek ajal sirtmiqini unutib qoptiman. Qani Yasoy, bu yoqqa kelib bolalarimning yanida o'ltirgin. Endi sen aytgan bu gapni muzokaralashayli. O'ltirib, senmi anglag'in. Bugun taxt varisini bekitayli. Bu haqdagi qarorimizni boshqa xotinlarga yetkazgin. Yasoy xotun silliqqina mengib kelib, xonning kenja o'g'li To'lining yeniga yukinib o'ltirdi. Chingizxon o'zining yenida o'ltirgan cho'ng o'g'li Jo'chiga nazarini og'dirdi. Jo'chi, sen bolalarimning cho'ngi, varislik masalasida qanday o'ylaring bor? So'zlab baqqan. Jo'chi og'zini ochqicha qiyni qiziq, og'zi ishtik ikkinchi xonzoda Chag'atoy gapning beliga tepdi. Xonota, varislik ishini tegi Jo'chidan so'raysiz-ku. Bizni uningga topshirib bermoqchi bo'lyapsiz. Bu markit pushtining bizni boshqargan nima qiba? Chingizxonning chiroyi o'ngib ketdi. Jo'chi to'g'risidagi gapni u anglashni xolamaydi. Bundoq gaplarni anglasa, uning yuragi og'riydi. Chag'atoyning og'zidan chiqqan bu zahardek ochiq so'zlarni eshitganda, nurg'un yillar ilgari Chingizxon Temujinning bag'rida cho'nqur jarohat izini qoldirib ketgan o'shu voqea go'yoki hozir qaytadan zohir bo'ldi. Markit otlarining to'yoqlari dahshatli do'pirladi. Shu mezgilda Temujinning yonida ozla odami bor edi. Markitlarning qilch nayzlari botur azimatlarning jinini oldi. Temujin faqat bir necha odam bilanla Burxon Xoldun teg'iga qechib chiqib qutulib qoldi. Markitlar yosh Temujinning to'y qilg'iniga texi bir necha kunli bo'lgan suyumlik ayoli Bo'rtanani bulab ketdi. Temujin qo'shin to'plab, do'stani o'tayotgan urug' va qabilalardan yordam so'rab, bir necha oydan keyin Markit eliga hujum qilib, Bo'rtani qutuldirib keldi. Bu chaqda Bo'rtanning qo'rsqi yo'g'allab qolgan edi. Keyin u bir o'g'il tug'di. Mo'maylar Temujinni bu vaqqa ot qo'yib berishga chaqirdi. Temujin yo'gakda tatli uxlab yotgan bu vaqqa ko'ngli g'ash bo'lgan holatda uzoqcha qarab turib ketdi. Uning ismi Jo'chi bo'lsin, dedi u. Keyin Jo'chi cho'ng bo'ldi. Hozirga qadar u Chingizxonning cho'ng o'g'li deb otilib kelyotdi. Halbuki bu cho'ng xonzoda Chingizxonning ko'nglida belgili bo'lmaydigan sir, javobi chiqmaydigan tepishmoq bo'lib qoldi. Jo'chi zodi Chingizxonning o'z pushtimi yoki qaysidir bir markitning urug'imi? Qandoqli bo'lmasin, Chingizxon uni o'gaylamadi. Uni boshqa bolalarga o'xshash ko'rib, qanotliqqa qaqturmay, tomshuqliqqa cho'qitmay beqib, tarbiyalab cho'ng qildi. Jo'chimu bu xon otasiga kuyimchan, vafodor o'g'il bo'ldi. Lekin uni markitlarga bog'laydigan gap so'zlar al ichida hel ham tarqilib yurmakda edi. Og'zi ishtik Chag'atoy markitlarga chetishtirib gap qilganda, ig'ir besiq Jo'chimu o'zini besib ololmay qoldi. Hamda xon otam meni yotlamagan yerda sen nima deb meni yotlaysan? Sening tarsalliqingdan boshqa qaysi hunaring mendan ortiq? Agar o'qiya etishda sana yetolmasam, boshmaltiqimni kesib berman. Chilishda sana yengilib qolsam, yotgan yerimdan turmayman. Qani xon otam farmon tushirsin. Aku xishkaylan yoq siqishib, bo'g'ishib ketganda vazir bo'g'urchu Jo'chining qo'lini, Muqali Chag'atoyning qo'lini tortib ajratdi. Chingizxon chiroyi o'ngib bir ig'izmi gap qilmadi. Xon jamiyatidan bo'lgan bir oqsoqol xafa bo'lib, qaynab so'zlab ketdi. Hey, ayoni bilmaydigan adabsizlar. Xon otanglarni bizlarni ko'zga ilmay, nima qilganinglar bu? Hey, Chag'atoy, nima chiqib ketsan? Xon otang bolalari ishida sana bakrak umid bog'lagan. Mushundoq yiniklik qilib xon otangning umidini oqlay olabsan. Mushundoq tantayt qilib yurib, onangni ranjitib, uning seriq moydek yumshoq ko'nglini qotirib oqsutak pok qalbini o'yitib. Endi xon otangning yuragiga sovuq suv sepib, sovutmoqchi bo'lyapsan. Yasoy xotinmu okufkalarga tanbih berdi. Bu nima qilganinglar? Aqlinglar nega ketdi? Xon otanglardan tap tortmasini qilayotgan ishinglarni qaranglar. Uyat emasmi? Ko'pchilikning hoy-ho'ylari bilan okufkalar pastgo'yga tushib, o'z joylariga o'ltirishdi.
Shuningdan keyin Chingizxon ikkinchi o'g'li Chag'atayga ayiblash nazari bilan qarab va uningga qo'lini shiltib turib mundaq dedi. Jo'chini undaq deyishga qandoq og'zing bordi? U bolalarimning cho'ngi emasmi? Buningdan keyin undaq gaplarni og'zingga olg'uchi bo'lma, uqdingmi? Chag'atayning ho'ri besildi. U xon otasining oldida xijillik his qilib va gunohini bo'yniga olganligini ifodalab, yovvoshlik bilan beshini to'van soldi. Uqdim xon ota. Bizning ichimizda jasorat, mahorat jihatlarda Jo'chining oldiga o'tidigini yo'q. Jo'chi ikkimiz bolalarning cho'ngi. Shunga xon otamiz topshirgan xizmatlarning egrini biz ikkimiz ustimizga olayli. Qaysimiz bosh tassak, shuning kallasi ilinsin. Qaysimiz o'z bishimchilik qilsak, shuning payxini kesilsin. Yaxshi. Undaqda sen taxt varisi bo'lishga kimni loyiq ko'rsan? Chag'atay bir oz o'ylab elib, astoydillik bilan javob berdi. Biz qarindoshlar ichida inim O'gitay o'zini tutib olgan. Samimiy, oq ko'ngil odam bo'ldi. Uning aql parasitiga biz hammamiz qoyil. Shunga men uni xonligimizning oltin taxtiga varislik qilishga loyiq deb hisoblayman. U xon otamizning yinida ta'lim tarbiya elib, xonlikning cho'ng ishlarini boshqarishni o'rgansin. Mening deydiganim shu xon ota. Jo'chi, sen qanday qaraysan? Chag'atay aytgandek, ikkimiz xon otamizning xizmatida bo'layli. Taxt varisligigimi menmi O'gitayni loyiq ko'raman. Xizmatimda bo'lay deganinglar nimasi? Yer zaminlar shuncha kang, daryo yaqinlar shuncha ko'p tursa, shu zaminlarni har qaysinglarga so'rg'anlikqa bersam, o'z oldinglarga yurt so'rab boshqurmamsizlar. Jo'chi, Chag'atay ikkinglar buningdan keyin do'stga alam, dushmanga kulki bo'ladigan ishlardan yiroq turinglar. Eli aytgan va'dalarda ching turinglar. Ajdodlarimizdan qolgan urf-odatlarimizdan taymanglar. Yasoqda putilgan qonunlarimizdan chiqib ketmanglar. Uqdinglarmi? Ilgari yasoqqa xiloflik qilganlarning qandoq jazolanib, qandoq oqibatga qolganligi esinglardimi? Sizlar shulardan ibrat olib, savoq olsanglar, ularning qilgan yomon ishlarini hargiz sodir qilmaysizlar. Ularning tutgan yo'lida hargiz mangmaysizlar. Xo'p, aytqiningizda qilamiz xon ota. Bizga bergan tarbiya nasihatlaringizni hargiz esimizdan chiqarmaymiz xon ota. O'gitay, akalaring seni sayladi. Buningga nima deysan? Deydigan gaping bormi? Xon ota, iltifot qilib, gaping bormi deb so'radingiz. Nima deyishimni bilmayapman. Nima desam bo'la? Agar xon otam meni izbosarlikqa loyiq ko'rsa, imkon qadar ehtiyotchilik bilan ishlarman. Lekin shu topda keyingi kunlarda mening avlodlarimning ichidan mening o'rnimga varislik qilib, xonlikning eg'ir yukini ko'targudek odam chiqarmo deb o'ylab qilyapman. Keyingi avlodlarim cho'pga o'rab bersa, koli yemaydigan, yoqqa o'rab bersa, ish yemaydigan, oldidan qandag'ay o'tib qolsa, o'q et takkuzalmaydigan yaramas, bo'lumsiz odamlardan bo'lib qolsa, qanday qilaman deb ansirayman. Mana bu mening deydiganlarim. Bundan ortiq yana nima deyman? O'gitay xili o'rinliq so'zildi. Endi to'li, sening deydiganlaring bormi? Men bu ko'nglimdagi gaplarni aytay. Men bu hayotimda xon otamning o'git nasihatlarini quloqimda ching tutib, hamma ishda uning jarchisi bo'laman. Jo'chi akamning unutib qolgan ishlarini o'z vaqtida esiga silib, uning ayrilmas ko'langisi bo'laman. Chag'atay akam uxlab qolsa, o'z vaqtida uyg'otib, uning yenida qalqon bo'laman. O'gitay akam tulpar minsa, qo'lidagi qamchisi bo'lib, harmay-talmay xizmatini qilaman. Yurishlarda akalarimga hamdam bo'lib, dushmanlar bilan boshkat kuchi elishiman. Yaxshi, yaxshi. Sizlar mening bolalarim, qanot qoqqan shunqorlarim. Har dam, har joyda inoq ittifoq bo'linglar. Shundoq bo'lsanglar, sizlarga hech kim tankilanmaydi. O'qyaning bir tal o'qini har qanday odam uchtib sundirib o'talaydi. Lekin cho'ng bir bog'lam o'qni har qanday palvonmi sundirib o'talmaydi. Endi mening qarorimni esinglarda ching saqlab, shuningga shartsiz amal qilinglar. O'g'illarimdan O'gitay mening o'rnimga chiqadi. Mendan keyingi xon bo'ladi. Qolgan uchinglar har dam, har joyda uni qo'llanglar. Uning qo'liga qo'l, putiga put bo'linglar. O'gitay, sening ansirishing o'rinsiz. Mubodisining avlodlaring cho'pga o'rab bersa kol yemaydigan, mayga o'rab bersa ish demaydigan, ba'zdak yaramsiz chiqib qolsa, mening boshqa urug' avlodlarimdan yaramliq biror bola tug'ilmasmi? Shunga bu jahdin ortiq g'am yemay, ko'nglingni to'xtatib, ishlaringni qilavergin. Xo'p, xon ota, aytqiningizda qilaman. Kengash tamom. Endi hammanglar orom olg'ash, atga yurishga hozir bo'linglar. Xonzodalar va no'yalar o'rinlardan qo'zg'alib, xon uyidan chiqishdi.
Bosh maslahatchi Yalıq Chusay miskin qiyofatda beshini singilitib, hammaning keynida chiqyotdi. Xon uni qo'l ishorati bilan chaqirdi. Sen to'xtab tur. Egiz bo'yliq polvon sifat Yalıq Chusay xonning oldiga yaqinroq kelib o'ltirdi. Chingizxon uning qo'yuq qora soqol besib ketgan qarmutuq chiroyiga tikilib qaradi. Bugun uning ichiga tushibli ketdi-ku. Bir eg'izmi gap qilmading? Qo'rqyotamsan. Yo'qsa buyuk xaqonim, gap qo'rqish qo'rqmaslikda emas. Qo'rqqan bo'lsam, o'z qitan toifasidan turuqliq, Mo'ng'ul ordusida o'z ixtiyorim bilan turmagan, fidokorlik bilan sizga agashmagan bo'lardim. Hozirga qadar xatarlik ham jafoliq yurishlarda bo'lsin va yoki otdan tushib alni so'rash ishlarida bo'lsin, gapingizga gap qo'shib, maslahat fikrlarimni aytib keldim. Lekin bu qitim biror foydali maslahat berolmaganimdan azoblandim. Buningdan burunmi aytganimdek, Sartavulla ili menga notunish. Kun petish tarafdagi musulmonlarning yurtlariga men berib boqmagan. Shundoq, bu haqda menga ko'p so'zlading. Deganlaringmi o'rinliq. Sartavulla iliga menmi berib boqmagan. Bizning hech qaysimiz berib boqmagan. Lekin biz ularning ustiga yurish qilmasak, bo'lmaydigan yeriga kelib qoldi. Ular mening elchilarimga 2 qitim ziyonkashlik qildi. Ahvol mushundoq turgan yerda men ularga tegishli javob qaytarmasam bo'lamdi. Biz Mo'ng'ullar ilohiy ko'k bo'ri bilan go'zal moralning avlodlarimiz. Ko'k bo'ri bizni g'albidan g'albiga boshlab keldi. Buningdan keyinmi shundoq bo'lg'isi. Agar men jim yetib olsam, muqaddas ko'k bo'rining sha'niga dog' tushmamdi. Men ular bilan do'stona berish kelish qilib, savdo tijorat ishlarini yo'lga qo'yay deb oltin orqonning bir uchini ularga tashlab bergan edim. Lekin ular oltin orqonni uzib tashladi. Endi buningga sukut qilib qarab turishga bo'lmaydi-da. Shundoq, biz albatta ularga o'zimizni ko'z tutib qo'yishimiz kerak. Bu gapga qil sig'maydi. Lekin biz ularning yurtlariga yaqinlab borganda darhol hujumga o'tish usullarimizni qo'llanmasdan, oldi bilan ularning ahvolini obdan tekshirib aniqlashimiz kerak demoqchiman. Albatta shundoq qilamiz. U taraflardan kelgan savdogarlarning gaplaridan qaraganda, Sartavulla cho'ng shaharlarda, shamaltik bizilgan uy imoratlarda yashaydi ekan. Ular mol dunyoga, aysh ishratga, rohatparastlikka berilib ketgan odamlardek qiladi. Agar ahvol rostli shundoq bo'lsa, ortiqcha qo'rqib ketishning hojati yo'q. Undaq odamlarning jangovorligi to'van bo'ladi. Ana, cheksiz boylikqa ko'milib yotgan jin xondonligi bizga tankiladimi? Shaharlarda boyashat yashaydigan tong'utlar bizning yo'limizni to'siy oladimi? Darvaqa, jin sulolasi va Tong'ut xonligiga qarshi bir necha qitimliq janglarda Mo'ng'ullar ularning shaharlarini vayron qilib, seliq to'lashga majbur qilgan edi. Lekin kun petishdagi Sartavullarning odam soni ko'p, qurol-yaroqlari xil deb angladim. Balkim shundoqdir. Lekin shu musulmonlarning hammasi bizga qarshi turdi deb kim ayta oladi? Ana, bizning qo'shinlarimiz kuchli xonga zarba berish uchun Tarim vodiysiga borganda, u yerlardagi musulmonlarning qizg'in qarshi ilishiga erishgan-ku. Hatto Kashgar, Xotan qatorliq joylarda aholilar qo'llariga qurol ilib qo'zg'olon ko'tarib, bizning qo'shinlarimizga hamkorlashdi-ku. Shunga Sartavullarning hammasi biz bilan dushmanlashib ketishi notayin. Sartavullarning yurtlaridan kelgan bir muncha savdogar va o'qimishli zotlar biz bilan yaxshi munosabatda bo'lib ketyapmamdi. Yana bir muncha Sartavullar men uchun xizmat qilyapmamdi. Darvaqa, oxirgi vaqtlardan buyon Buxoro, Samarqand, O'rganch qatorliq joylardan kelgan bir qism kishilar Chingizxon bilan yaqin aloqada bo'lib kelmoqda. Va ularning ba'zilari Mo'ng'ul ordusida xizmat qilmoqda edi. Amdi maslahatchi Yalıq Chusaymu xonning bu so'zlarga qoyil bo'lganligini ifodalab beshini irg'itdi. Haqiqatan buyuk xaqonimizning ko'zi o'tkir, dili yo'riq ekan. Uning ustiga o'zimmi ko'dim, ko'pchilikmi ko'di. Oqsoqolliq yag'rinchi qora qo'shqarning tog'oq so'ngikiga palsilib, oldimizdagi kunlardan bishorat berdi. Bu safarda bizni shonliq utuqlar kutib turganligini aytdi. Shundoq. Bo'ldi, endi qaysang bo'ladi. Keyingi ishlarni keyin yana maslahatlashamiz. Yalıq Chusay ta'zim qilib chiqib ketdi. Chingizxonmu bu oqkigiz uydan chiqib, eshik oldida xiyol surib turib qoldi. Bu qitan maslahatchi ilgari turlik askari va ma'muriy ishlarda to'liq dodillik bilan aqlga muvofiq chora-tadbirlarni ko'rsatib, xonni rozi qiladi.
Sartavullaga yurish qilishning gapi chiqqandan keyinla u go'yo kekeshlab dodil so'zlayolmaydigan orsaldi bo'lib qoldi-ku. Yalg'iz uli emas, yana boshqa bir qism oqsoqol to'rlami tilini chaynab turadigan bo'lib qoldi-ku. Ular shu Sartavulla degan eldan shuncha qo'rqib Sartavulla shuncha yomonmidi? U yoqdan kelayotgan savdogarlarning salobati va mollarining esilligidan qaraganda ular haqiqatan boy xalq bo'lsa kerak. Savdogarlar yana u elni tangdoshsiz botur deyishdi. Ular qudratli Bag'dod xalifasining arab qo'shinlarini mag'lub qilganmish. Sartavullaning qo'shinlari hujumga o'tsa, xuddi tog'dan tushgan daryo to'lqinlaridek shiddatli bo'lib ketarmish. Ular janglarning savut va dobulg'larini po'lat to'mirdan yasaydi ekan. Holbuki, Mo'ng'ullar savut dobulg'larini kola va qo'tos terilardan yasaydi. Chingizxon Ko'npetish tarafdagi shu sirliq eldan kelgan savdo karvonlarining qo'riqchi cheriklari yollariga osgan ajoyib ko'rkam bezalgan. Aynakdek volildab turadigan qilich xanjarlarni ko'rgan. Shu qurollardan qaraganda Sartavullaning hunarlari haqiqatan kamolatga yetgan ustalar ekan. Shu karomatli hunarvan ustalarni bizning yayloqlarga boshlab kelib, ularni biz uchun ishlashga silish kerak. Shu hunarvanlar bizga oshundoq ko'rkam, sifatli qilich, xanjarlarni so'qib bersin. Bizga po'lat to'mirdan savut dobulg'larni yasab bersin. Cho'qim shundoq qilishi kerak. Biz ularni bo'ysundirib, biz uchun ishlashga majbur qilamiz. Ko'k tangri, qor yer bizni qo'llaydi. Ko'k bo'ra bizni yengishga boshlaydi. Quyosh g'arb tarafga borgancha qiysiib, ko'k osmondagi momuqdek oppoq bulutlar amdi xuddi qonga chilangan paxtadek qizirib ko'rinishga boshladi. Chingizxon qizil nur bilan tovlangan g'arb tarafga ko'z tikib, go'yoki jang maydoniga uchib kirayotgan minglagan tumanlagan otlarning kishnashlarini anglayotgandek. Qarma-qarshi taraflardan bir-birlariga yirtqichlardek etilib kelayotgan minglagan tumanlagan jangchilarning qon ichganda qizirib ketgan dahshatli ko'zlarini ko'rayotgandek. Tuproqlarga to'kilgan qip-qizil qonlarning qonsiq hidini puravotgandek ajoyib bir xil ichki davolg'ich ichida uzoq turib ketdi. Shu paytda mubodo kimki uning toshdek qetib qolgan so'g'uq chiroyiga qaragudek bo'lsa, cho'qim yuragi jig'ildab, tanlari shurkinib ketgan bo'ladi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Idiqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Qarg'inasining o'zgarib ketganingni 4 yil ilgari bu yerdan ketgan chig'ingda texi bir yop-yeshil yopirmoqdek yumram bola edi. Mana endi haqiqiy ko'k bo'ri naslidek palvon sifat yigit bo'lib chiqibsan. Mo'ng'ullarning botirligiga dunyoda hech nima teng kelmaydi. Mo'ng'ullar ham tatarlarning hammasini otlantirib, kuyovlimiz Idiqutxonni chaqirin. Ey ko'k tangri, qor yerga buyruq bergin. Yer yuzidagi odamlarmi bizni qo'llasin, dushmanlarimizni nasb etsin. Ey qudratli egimiz ko'k tangri!